Bugungi kunda ko'plab fuqarolarning munosib ish topish masalasidagi muammolarni bartaraf etishga ko'maklashish maqsadida bir qator amaliy chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Bunga Osonish platformasini misol qilish mumkin. Platformadan foydalanishga qiynalaman deysizmi? Aynan siz uchun viloyat kambag'allikni qisqartirish va bandlik boshqarmasi tomonidan Sirdaryoda ish bor Telegram kanali yaratildi. Kanalda ma'lum ixtisoslashuv va malaka talab qiladigan lavozimlardan tashqari tajriba talab etmaydigan yoki ish beruvchining o'zi malakangizni oshirishga ko'maklashadigan bo'sh ish o'rinlari bilan tanishishingiz mumkin. Jumladan, ishlab chiqarish, qurilish, sanoat, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, tikuvchilik, qandolatchilik kabi ko'plab yo'nalishlarda o'zingizga ma'qul keladigan lavozimlar mavjud. Sirdaryoda ish bor kanaliga mazkur QR kod orqali ulanib, kafolatlangan ishni tanlang va joylashing. Shuningdek, korxonasiga xodim izlayotgan ish beruvchilarni hamkorlikka chorlab qolamiz. Biz bilan bog'laning, jamoangizga munosib kadrlarni jalb qiling. Bog'lanish uchun 67 kodi bilan 236 21 35 hamda 91 kodi bilan 622 33 29 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.